Şola ekdim, ziyon qildim, chidadim. Kachki ekdim, ziyon qildim, chidadim. Shalg'am ekib ham ziyon qilaman, o'zi shalg'am bo'lsa. Mana shu ketmonni ko'lab o'zimni ko'maman. Ziyonlardan charchadim. Marras. Bir bola bormikan yo toshmi ketsak? Ha, qumg'on ekan. Qoqib qo'yay. Nima ham bo'lishi mumkin bunda? Nima bola? Amringizga muntazirman tarvuz purish. Jinni ham kichkinasi bo'larkan-da. Sen nima deyapsan? Jinni kichkinasi ham yomon bo'ladi. Tilaklaringga yet, o'zim bajo keltiraman. Tarvuz purish. Boshimga baxt chiqqanda, haqiqatan rost ekanmisizmi sen? Rostam aka. Menga qara, hamma tilagimni bajo keltirasanmi? Hamma tilagingizni bajo keltiraman. Tarvuz purish. Ammo o'tirsak bir xil ko'nglimiz ekan. Menga qara, menga boru. Saroy qilib, saroy. Yo'q, meni qo'limdan kelmaydi u narsa. Kichkina jincha, menga saroy qurib beralmasa, o'zi qo'lingdan nima keladi? Bir qop kartoshka bilan so'zini qo'yib qo'yish qo'limdan keladi. Kartoshka piyozlar achiyotibdi. Menga hech bo'lmasa, bunday ko'chib yuradigan uyqu ber. Meni qo'limdan kelmaydi-yu, lekin meni bir usta tanishim bor. O'shani oldiga olib bilaman seni. Ketamizmi? Ketamiz. Qayga chiqib qolay? Yelkamizga chiqib qolay. Jinnamasan shu ustini bu. Abrakadabra. Qayda paydo bo'lding? Jinaka. Ustimdan tush. Ha, jinaka, men yo'lda tez yurganimizni ko'rib qo'rqib ustimizga chiqib qolganda, kechiring. Jinaka, meni qayga olib keldingiz? Men seni konteynerdan yasaladigan uyga olib keldim. Yo'q, zo'r ekan-a. Uzunligi 5,5 metr. Eni 225. Mazi ekan-a. Mazi xohlasan uyqib yashaysan, xohlasan ofisda yashaysan. Ko'rdingmi biz boshida qayga tushib qoldik? Hojatxonaga. Hojatxonasi bor ekan-da. Yana boshqa jastamda ko'rsatim. Mayli, abrakadabra. Mana xohlaganingizni tayyorla. Men jahonni kulas. Endi men maza qilaman ekan-da. Jincha qalay, jincha ma'qul keldimi? Sovib oldim uni. Sizlarga mana shunaqa ofis qidirib yuribsizmi? Mana shunaqa konteyner mahsulotlaridan ofis moqchi bo'lsangiz 225 ga 5,5 MDX mahsulotidan bo'lgan hojatxonalari bor. Narxini aytaman, maza qilib olasiz. Narxi $2200 bu konteynerimiz Dekor Plusdan bo'lgan. To'g'ri, narxi ham arzon, hojatxonasi yo'q. $1700 vodiy bo'ylab dastavkalari mutlaqo tekin. Xohlasangiz, vohadisini Toshkent holatiga kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Sizga ham shu mahsulotlarimizdan kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'ida. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.